Agar siz eko boshlash haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, shifokorga birinchi beradigan savolingiz tabiiyki menda necha foiz eko o'xshashi mumkin deyishingiz mumkin. Odatda internetda ko'radigan bo'lsangiz 70, 80, 90% degan raqamlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin bular haqiqatda to'g'rimi? Buni men bugun reproduktolog sifatida minglab bemorlarda eko amaliyot o'tkazgan shifokor sifatida sizlarga ochiqchasiga aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video sizni umidingizni, vaqtingizni va pulingizni tejab qolishi mumkin. Xo'p, odatda ekoni natijasi nimaga bog'liq? Shu 80-90% deyish bu to'g'rimi? Bu odatda noto'g'ri hisoblanadi. Chunki 80-90% degan natija butun statistikani olib qarasangiz, bunaqa statistikani hech qayerda ko'rmaysiz. Даже Yevropa davlatlarini ko'radigan bo'lsangiz yoki Amerika davlatlarini, butun jahon statistikasini ko'rsangiz, ekoni o'rtacha o'xshash ehtimoli 50-60% hisoblanadi. Даже undan ham sal pastroq bo'lishi mumkin. Ekoni o'xshash ehtimoli nimalarga bog'liq? Bu albatta birinchisi sizni yoshingizga, ya'ni ayolni va erkakning yoshiga bog'liq. Qanchalik ayol kishi yosh bo'lsa, ya'ni 30 yoshdan oldin ekoni o'xshash ehtimoli yuqori bo'ladi. 30 yoshdan keyin ekoni o'xshash ehtimoli 15-20% gacha pasayadi. 35 dan keyin bu 30% gacha pasayadi va 40 yoshdan keyin ekoni o'xshash ehtimoli 15-20% tashkil qiladi. Shuning uchun qancha siz yosh bo'lsangiz, sizda ekoni o'xshash ehtimoli shuncha yuqori hisoblanadi. Ikkinchisi bu sizdagi tashxisingiz. Ya'ni eko boshlashdan oldin albatta sizga aniq tashxis qo'yish kerak. Ko'pchilikni ko'ramiz, ekoni aniq tashxissiz, hech qanaqa sabablarsiz boshlab yuborishadi va bu tashxis topilmagani hisobiga tez-tez ekoni qilib yuborishgani hisobiga unda natija bo'lmay qolgan holatlarni ko'p ko'rganmiz. Uchinchisi, erkakning urug'ini sifati, DNKsi, morfologiyasi, uni martez tekshiruvlarga bog'liq. Ya'ni erkakning urug'i sifatsiz bo'ladigan bo'lsa va ekoni noto'g'ri turi tanlanadigan bo'lsa, eko natijasi tugashi mumkin. To'rtinchisi bu embrionni sifatiga, ya'ni embrionning sog'lomligiga, uni xromosom, genetik kasalliklari yo'qligiga va u embrionni hosil qilayotgan laboratoriyani sifatli bo'lishiga eko juda ko'p tomonlama bog'liq. Chunki laboratoriya sifatsiz bo'lsa, ayol kishidan olingan sog'lom tuxum hujayrani erkak sog'lom urug' hujayrasi bilan urug'lantirganda uni yaxshi muhit yaratib berib o'stira olmasa, ertaga nosog'lom embrion bo'ladi. Uni qo'ygandan keyin embrion odatda 4-5 kun yoki 1 hafta, 2 haftaga borib o'smay qoladi, tushib qolish holatlarini juda ko'p ko'rganmiz. 5-chi eko natijasiga ta'sir qiladigan narsa bu sizdagi to'g'ri protokolni tanlanishi. Ya'ni ayol kishida follikulasi yoshga qarab har xil holatda bo'ladi. Ayimgis past ayollar bo'ladi. Unda shu endometrioz yoki qo'shimcha kasalliklar bor ayollar bo'ladi. Shu holatda har bir ayolga o'ziga xos individual protokollar tanlanadi. Protokol o'zi nima degani? Protokol ayol kishida eko uchun follikula, misol uchun 10 ta follikula bo'lsa, hammasini yetiltirish kerak. Uni yetiltirish uchun o'ziga xos protokol, ya'ni yo'nalishda ukol dorilar beriladi. Shu ukol dori hammaga har xil tanlanadi. Kimgadir qisqa protokol, ya'ni hayz siklining 2-kunidan boshlab kerakli ukollar beriladi. Kimgadir uzun protokol, ya'ni ayol kishida hayz siklini bitta hayz oldin 21-kunidan boshlab kerakli dorilar, keyin hayz 2-kunidan boshlab kerakli dorilar beriladi. Shunaqa protokol har bitta ayol kishiga, uning kasalligiga qarab individual tanlanadi. Va yana bitta muhim narsa, ya'ni e'tiborga olinish kerak bo'lgan narsa, ayol kishiga bolani qo'yishdan oldin undiga tayyorgarlik, ya'ni uni bachadonini tayyorligi, uni bachadonida endometriy keladigan tomirlar bilan yaxshi ta'minlanganligi, undan tashqari o'sha endometriyni tayyorlashdan oldiga unga qo'shimcha kasalliklarni hisobga olish juda muhim hisoblanadi. Ya'ni bitta misol keltiraman, endometrioz yoki adenomioz degan kasallik bor. Aynan shu kasallikda ayol kishiga to'g'ridan-to'g'ri bolani bachadoniga qo'yadigan bo'lsa, u odatda 30% erta tug'ruv xavfi yoki bolani rivojlanmay qolish xavfi yuqori bo'ladi. Shunaqa holatlarda ayol kishiga bitta hayz oldin 21-kunida maxsus ukol qilinib, u ayol kishini bachadoni bolani ushlab qolish uchun tayyorlanadi va shu holatda bolani bachadonga qo'ysa, ekoni o'xshash ehtimoli 30-40% gacha ko'tariladi. Oxirgi eng muhim, siz katta e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa bu ekodan oldingi tayyorgarlik. Ya'ni sizdagi surunkali kasalliklaringiz bo'lsa yoki qanaqadir vitaminlar yetishmovchiligi, gormonal buzilishlar bo'lsa, albatta ekodan oldin hammasini to'g'rilab olishingiz tavsiya qilinadi. Ba'zi ayollarda ko'krak bezida o'sma oldi holatlari yoki tuxumdonlarda
yoki bachadon bo'ynida shunaqa holatlar aniqlanadi. Bu holatda ham eko boshlash mumkinmi, mumkin emasmi? Albatta buni shifokoringiz bilan yaxshilab ko'rib chiqishingiz kerak. Bu hammasi ko'rib chiqilgandan keyingina hamma muammoni hal qilganingizdan keyin ekoni boshlasangiz, sizda natija yaxshiroq bo'ladi. Va endi ekoda qilinadigan keyingi taktikalar. Men sizga ba'zi misollar bilan keltirib o'taman, chunki bu juda muhim hisoblanadi. Odatda ayol kishi yoshi qancha yosh bo'lsa, ekoni o'xshash ehtimol yuqori bo'ladi, lekin undiga qo'shimcha kasalliklarni ham bu yerda hisobga olish kerak. Misol uchun ayol kishida endometrioz kasalligi bo'lishi mumkin. Bu endometrioz ekoni shansini, natijasini pasaytirib yuboradi. Endometrioz kasalligi bilan ko'p bemorlarda eko amaliyotini o'tkazganmiz. Odatda bu bemorlarga uzun protokol tavsiya qilinadi. Ya'ni uzun protokolda eko qilinadigan bo'lsa, ulardan sifatliroq folikul olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Ya'ni sifatli folikul olinsa, erkak urug'i sifatli bo'lsa, bu yerda embrion chiqish ehtimoli juda ko'p bo'ladi. Ya'ni qancha ko'p embrion bo'lsa, shuncha imkoniyatingiz yuqori degani. Odatda ekoni natijasi faqat u ekoda o'xshash ko'rsatkichi bilan belgilanmaydi. U ekodan keyin bolani tug'ilish ko'rsatkichi bilan belgilanadi. Ya'ni har doim ham shu sizga va'da qilinayotgan 70-80% bu shu bolani tug'ilish ko'rsatkichi emas. Bu odatda ekoni o'xshash, ya'ni HGCda homiladorlik testida chiqqan natija hisoblanadi. Buni ertaga bola sog'lom tug'ilish ko'rsatkichi ham juda muhim hisoblanadi. Ya'ni siz ekoni to'g'ri taktikada qiladigan bo'lsangiz, shu narsa sizda sog'lom tug'ilish ko'rsatkichi yuqori bo'ladi va sizning natijaga erishish imkoniyati yuqori bo'ladi. Ikkinchi holat, ya'ni ayol kishini yoshi o'tgandan keyin odatda 35 yoshdan keyin eko qilib bo'lmas ekan, eko natijasi past ekan degan holatlarni ko'p ko'rganmiz. Birinchi o'rinda ekoni o'xshash ehtimoli boya aytgan faktorlarimdan ham tashqari sizga shu Allohning shu farzandni berish kerak. Ya'ni Alloh bermasa qancha yugurganingiz bilan hech qanaqa natijaga erisha olmaysiz. Ya'ni birinchi o'rinda ekodan oldin niyatingizni to'g'ri qilib, shifokor bilan to'g'ri yondoshishingiz kerak. Ya'ni shifokordan hadeb uni qo'lidan kelmaydigan narsalarni so'ramasligingiz kerak. Ya'ni o'xshamay qolsachi, bo'lmay qolsachi degan har xilani o'zingiz tushkunlikka tushib, ichingizdan o'zingiz yediradigan narsalarni o'ylashingiz kerak emas. Yaxshi niyat qilish kerak, sababini topish kerak, doktoringizdan aniq muammoingizni sababini bilib olib turib, mana mana shu taktikada ishlaymiz, mana shu ketma-ketlikda qilinadi sizga ekoni jarayoni deb aniq tushuntirib bergandan keyin bo'ldi, bu yog'iga xotirjam bo'lingda. Ortiqcha o'y, xayollar, stresslar, atrofdagilarning gap so'zini eshitmasdan bo'ldi, bu yog'iga yaxshi natijani kutishingiz kerak. Chunki men ko'p bemorlar bilan ishlaganimda aynan shunaqa yaxshi, shu kayfiyatda, yaxshi motivatsiyasi yuqori, bo'ldi, menda обязательно shu yerdan natija bilan chiqib ketaman degan bemorlarimda почти 90-95% da shu natijaga erishgan. Odatda bitta bemorim bo'lgan, shuni aytib ketishim kerak. Bu holatda hamma analizi yaxshi chiqqan. Erida ham analizlar zo'r, ayolida ham analizlar zo'r. Ularda muammo sababi noma'lum farzandsizlik. Odatda hamma narsa yaxshi bo'lsa, sababi noma'lum farzandsizlik diagnozi qo'yiladi. Buni holatda muammo genetikada bo'lishi mumkin. Shu bemor bilan eko boshlaganmiz. Ulardagi bitta katta muammo, ya'ni minus narsa deydigan bo'lsa, bu ulardagi doimiy yomon xayollar, ya'ni eko o'xshamasachi, bo'lmay qolsachi, folikul o'smay qolsachi, dori bunaqa ta'sir qilib qolsachi, dori mana bunaqa ta'sir qilib qolsachi degan har doim menga nimadir boshlaydigan bo'lsa, har doim oldindan yomon tarafini ko'rishardi. Shu bemorimda nima bo'lib tugadi? Oxirida ayollardan juda ko'p folikul oldi, sifatli folikullar 25 ta atrofida folikul oldi, erlarning urug'lari bilan qo'shdi, lekin embrion hosil bo'lmadi. Buni holatlar ham bo'ladi. U chunki Alloh bermasa hech gap emas. Ularda shunaqa nomutanosiblik bo'lgan, genetik tuxum hujayra erkak tuxum hujayrasiga bir-biriga mos kelmagan. Buni hech qanaqa tekshiruvlar sizga oldindan aniqlab bera olmaydi. Buni urug'langandan keyingina bilishingiz mumkin. Shuning uchun har doim yaxshi niyat bilan boshlang, inshaalloh yaxshi natijaga erishasiz. Keyin yoshi katta bemorlarga yana bitta holat haqida aytib bermoqchiman, ya'ni folikul zaxirasi kam, eko boshlashga ikkilanib turgan bemorlar bo'ladi. Shunaqa holatda ularga men odatda ochiqni aytaman. Misol uchun AMG past bo'lsa, folikul zaxirasi kam bo'lsa, misol uchun AMG gormon normada shu yosh o'tgandan keyin shu 1 yoki 1 dan balandroq bo'lsa, ekoni imkoniyati yuqori bo'ladi. 1 bilan 0.5 orasida bo'lsa, ekoni natijasi o'xshash ehtimoli o'rtacha 20-30% bo'ladi. 0.5 dan pasaysa,
odatda men eko boshlamayman. Shunaqa bemorlarni ko'p ko'ramiz, 0,5 dan past, 0,1, 0,2 AMG bilan 3 martalab eko qilib, sani folikular nakopительный programmaga olamiz, yig'ib olib turib 3-4 marta keyin urug'lantiramiz deb $10-15 ming puli havoga uchib ketgan bemorlarni, oxir umidsizlikdan уже hamma narsani tashab qo'ygan bemorlarni ham ko'rganmiz. Shunaqa holatga kelib qolmasligingiz uchun bu narsa sizga qo'llanma bo'lishi kerak. Ya'ni 0,5 ta AMGingiz pastmi, lutchi eko qildirmaganingiz yaxshi. Imkoniyatlaringizni baholab, sizdagi muammoni tekshirib turib, tabiiy yo'lda ko'rganingiz yaxshi. Xo'p, bitta bemorim bo'lgan shunaqa AMGlari shu 0,6 yoki 0,7 edi adashmasam, hozir yaqinda tug'dilar, onali bo'ldilar. Bolalarning rasmlarini qo'yib qo'yamiz, yuzlari bekitilgan Davlatbekka 17 yil deganda bag'rilariga bosib oldilar. Yoshlari 42 da shu bemorimni. Ularda shu AMGlari past bo'lgan, eko boshlaganmiz, bir marta stimulyatsiya qilganmiz. Bir marta stimulyatsiyada bularda yoshlarning kattaligini hisobga olib, uzun protokolni tanlaganmiz. Uzun protokolda folikularning sifati yaxshiroq bo'ladi. Bulardan 5 ta dona folikul olganmiz. 5 ta dona folikularni urug'lantirganimizda 4 ta embrion hosil bo'lgan. 4 ta embriondan birinchisi shu Davlatbek bo'ladi. Yana bu yoqda bizda 3 ta embrionimiz bor. Bunaqa mo'jizalarni ham ko'p ko'ramiz. Shuning uchun har doim yaxshi niyat bilan boshlash kerak. Bularda ham boshida shunaqa zo'r kayfiyatda boshlaganlar, odam shunaqa bemorlar bilan ishlaganda maza qilib ishlaydi. Bu yerda kayfiyat yo'q, tushkun holatda o'tirgan bemorlar bilan odam ishlayotganda baribir shifokorni ham bu kayfiyatiga ta'sir qiladi. Shifokor iloji boricha sovuqqonlikni saqlab qolishga harakat qilib bemorga tushuntiradi, lekin baribir ta'sir qiladi. Ichidan shifokorni ham bu narsalar o'tadi. Va har doim agar shu boshida bemor bilan gaplashayotganimda yaxshi kayfiyati bo'lsa, men ichimdan bitta o'tib qo'yadi, bo'ldi, xudo xolisa bularda yaxshi natijaga erishamiz. Agar tushkun holatda kelgan bo'lsa, tushkun holatda boshlayotgan bo'lsa, inshaalloh shularda ham natija bo'lsin degan, ya'ni ichimdan bitta orul, endi ularga aytolmayman bu narsani, lekin shu narsa ichimdan o'tadi, inshaalloh natija bo'lsin. Har doim biz bemorda natija bo'lishi uchun harakat qilamiz. Agar natija meni qo'limda bo'lganda hamma farzandli bo'lishini xohlardim, lekin farzand sizlarga Alloh beradi, biz faqat sababchimiz. To'g'ri sababini qilish kerak, to'g'ri davolash kerak, to'g'ri yo'nalishda ketish kerak. Ortiqcha qanaqadir foizlarni, va'dalarni berish kerak emas. U foizlarni, va'dalarni berayotgan shifokorlar sizga 90%, 80% bo'ladi degan shifokordan iloji boricha sal uzoqroqda yururganingiz yaxshi, boshqa shifokorga borganingiz yaxshi. Chunki bunaqa va'dalarni berayotgan shifokor sizda maksimalni ko'proq pulingizni olishga harakat qiladi. Shuning uchun siz aniq taktika bilan, aniq sonlar bilan yoki o'sha aniq statistikalar bilan ishlaydigan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. U sizda aniq diagnoz etib, sizda aniq yo'nalish tanlab bersa, sizga to'g'ri taktika qilib bersa, inshaalloh natija yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hech qachon eko qildirishdan oldin shoshmang, oldin shu videoni ko'rib chiqing. Sizda ochiqchasiga qanaqa foizda farzandli bo'lish ehtimollarini bilib oling. Keyin shifokoringiz bilan ekoni boshlashingizni sizga tavsiya qilaman.